Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Mana Sirdaryo tuman Ulug'bek mahallasi Yashnobod ko'chasi 12-xonadonda kuni kecha bo'lib o'tgan tong soat 3-4lar chamasida bir xonadon yong'in bo'lib vayronasi chiqib ketdi. Azizlar, Sirdaryo yaxshi insonlar juda ham ko'p. Mana shu xonadon egalari juda ham bir ayanchli holatda qolib ketishgan, hech narsasini olib chiqisha olmagan. Shunga sizlardan iltimos, barcha ko'rib kuzatib turgan insonlar, yaxshilar, shularga pastda karta nomerini qoldiraman, kartalarni qoldiraman, kontaktlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, kartalarga tashib berishingiz mumkin. Qiymati uni zarur emas, qanchaligida emas, ko'ngildan, yurakdan yordam beringlar. Bugun bularda bo'lsa, ertaga boshqa insonlarda ham bo'lishi mumkin. Bu ham bir ofat. Iltimos sizlardan shu insonlarga yordam bering. Azizlar, mana qo'ldan kelguncha shu mahallani yoshlari faol qatnashib, shu insonga yordam berishyapti hashar yo'llari bilan. Sizlar ham kelib qatnashishlaring mumkin. Rosa agar kuchingiz yetmasa, vaqtingiz bo'lmasa, ish bilan bo'lsangiz, iltimos sizlardan moddiy tomondan yordam berishingizni so'raymiz.